O'qotar burch vakillari, sizlarni mening kanalimda qutlab qolaman. Xush kelibsiz. Sizlar bilan Sulviya. Va biz sizlar bilan 29-dekabr 2025-yildan 4-yanvar 2026-yilgacha bo'lgan oraliqdagi o'sha keyingi haftani asosiy energiyasini, ogohlantirishlarini va tavsiyalarini tarot karta Lenormand orqali ko'rib chiqamiz. O'zingiz haqingizda o'ylang, o'sha o'zingiz energiyangizga hozir asoslanib tayyorgarlik ko'ring, qulay joylashib oling va tayyor bo'lsangiz biz sizlar bilan boshlaymiz. Asosiy energiya, tavsiyalar va maslahatlar. Asosiy energiya sizlar uchun shuni ko'rsatadiki, qandaydir qarama-qarshi hissiy holatlar paydo bo'lishi mumkin yoki qanaqadir o'sha yangi boshlanishga bog'liq bo'lishi mumkin biror bir ishingizni. Ishda balki qanaqadir yashirincha, tushunarsiz rejalar, maqsadlar, ziddiyatlar, ichki ziddiyatlar yoki keskin kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Keskin burilishlar bo'lishi mumkin sizning ishxonangizda. Qandaydir kutilmagan mojaro yoki vaziyatlar hosil bo'lishi mumkin. Sizga yangi ish yoki yangi yo'l, yangi bosqichga o'tish oson bo'lmaydi. Bir nimani avval tugatib, qiyinchilik bilan o'sha o'zaro murakkab, ora ochiq munosabatlar bilan tugatib, keyin o'sha yangi bosqichga o'tishingizga to'g'ri kelishi mumkin ba'zi birlaringizda. Hozircha bu yo'l oson emas, murakkablik bilan, lekin keskin burilishlar sizda kutilmoqda. Demak, asosiy energiyamiz sizniki keskin burilish deb nomlanadi. Tog' echkilari, voy kechirasizlar, o'qotar burchlari. Bu holat davom etib turadi hozircha. Ehtimol yangi boshlanish o'sha yangi yil bilan birdan boshlanib ketishi mumkin vaziyatlar. Agar yana o'sha qandaydir mojaro kechkin tarzda, masalan, bir xillarda o'sha yangi ish, yangi ziddiyat tug'dirishi mumkin. Siz o'sha yangi ishni, yangi yo'lni boshlamoqchi bo'lsangiz, lekin bu yo'lda juda murakkablik bo'lishi mumkin. Hammasi o'sha sizni muammolaringizdan qochish oson bo'lmaydi. O'zingiz o'sha o'tirib bafurja hal qilishingiz kerak bo'ladi. Balki o'sha ikki kishi bilan o'zaro munosabatlaringiz buzilishi mumkin. Bu yerda qandaydir bir ikki kishilar ham o'zaro siz bilan munosabatda, birgalikda gaplashish ehtimoli bor. Bundan tashqari sizga yangi yo'lga o'tishga, o'sha yangi joyga o'tishga qaror qabul qilgan bo'lsangiz, balki bironta kishi ishdan bo'shab ketishi mumkin, o'qotarlar. Siz doim o'sha bahslar, tortishuvlar, jiddiy mojarolardan o'zi ayniqsa o'sha noxushliklardan o'sha charchagan holatga kelib qolgansiz. O'sha doimiy oxirgi marta takrorlanib kelgan bo'lgan bo'lsa hayotingizda, oxiri siz o'sha nuqta qo'yasizda, keskin darrov qaror qabul qilyapsizda va o'sha o'zingizga kerakli bo'lgan yangi hayot sari, yangi bosqichga intilishga harakat qilyapsiz. Balki o'sha bola kabi reaksiya qilayotgan bo'lishingiz ham mumkin. O'sha keskinlik, o'sha ko'proq bolalarga xos xarakter, injiqlik, eshitishni istamaslik, balki bir nimani xohlamaslik. Bu bir tarafdan balki to'g'ridir. Munosabatlarga agar qarasak, tegishli sabablarga o'sha sovuqlashish, yomonlashish natijalarda yoqimsiz bir holatlarga ham kelib chiqishi mumkin. O'sha oralaridagi munosabatlarda, o'sha oiladagi munosabatlarga. Agar salomatlik sifatida qarasak, ogohlantirishni, o'sha zudlik bilan o'sha shifokorga ko'rinishni maslahat bergan bo'lardim. Balki o'zingizni o'sha yurak sistemangiz sal, qon aylanish sistemangiz sal o'sha sizga muammo tug'dirishi mumkin. O'sha tashxis to'g'ri qo'yilishi uchun o'zingizni o'sha doktorlarga vaqtida murojaat qilib yoki bo'lmasa o'sha o'zingizni asabingizni vaqtida asabingizni kontrol qilishingiz kerak, tekshirishingiz kerak. Zudlik bilan
vaqtida agar yuragingiz og'rib turgan bo'lsa, shifokorlarga murojaat qilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Tekshiruvlardan o'tishni tavsiya qilgan bo'lardim vaqtida. Chunki o'sha balki qanaqadir o'sha muammolar paydo bo'lishi mumkin, xavfi bor, lekin bu hamma uchun emas, ayrim o'qotarlarga tegishli. Bundan tashqari shunga qaramay o'z ahvolingizga diqqatli bo'ling. O'sha holat kelib chiqayotgan kutilmagan holatlar sog'liq bo'yicha. Umumiy ahvolingiz o'zi yomonlashishi sezilishi mumkin sizga. Shunga e'tibor bering. Balki ilgari yashirin bo'lgan qanaqadir holatlar bo'lishi mumkin. O'shalarni ham yaxshilab tekshirishingiz kerak bo'ladi, chunki o'zini birdan namoyon qilmagan bo'lishi ham mumkin. Shunaqa taraflari bor. Hamma narsani batafsil tekshirib, ham shifokor, sog'liq tarafdan, ham ish tarafdan, ham munosabat tarafdan hamma narsani avval tekshirib, batafsil o'ylab, ko'rib, keyin o'sha bir har tomonlama fikrlab, keyinchalik bir qaror qabul qilishingizni maslahat bergan bo'lardim. Xo'p, bundan tashqari o'sha his-tuyg'ularingiz sovuqlashgan bo'lsa, munosabatlaringizda issiq yonib turgan o'sha muhabbat hozir yo'q bo'lsa, uni yaxshilash kerak bo'lishi mumkin balki. Kimlardir ajalish yoki jiddiy qanaqadir qiyinchiliklar boshdan kechirayotgan bo'lishi mumkin. Rasmiy hujjatlarga bog'liq shunaqa ehtimol kuzatilishi ham mumkin. Ba'zi o'qotarlar uchun bu holat ajrashuvga olib kelishi mumkin. Juda afsusdaman, lekin shunaqachin uncha yoqmaydigan qanaqadir shunaqa kartalar chiqayapti. Xafa bo'lmaysiz. Ish sohasida ham juda kuchli hissiy charchoqlarga berilib ketmang. Iltimos o'zingizni kontrol qiling, qo'lga oling. Ish joyingizni kimdir tark etishi mumkin, balki ishdan bo'shash mumkin. Avval aytib o'tganimdek. Mas'uliyatni o'z qo'lingizga oling va o'sha o'zingizni jiddiy qarorlar qabul qilishga undang. E'tibor bering, ehtimol sizga boshqa joydan o'zingiz uchun yangi imkoniyatlar ochilishi mumkin. O'sha imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Xo'p, bundan tashqari sud orqali qanaqadir murojaatlar, qanaqadir hujjatlar masalalari bo'layotgan bo'lsa, o'sha masalalarga ham jiddiy e'tibor bering. O'sha hujjatlariga ayniqsa e'tibor bering, chunki hujjatlarda balki qanaqadir yoshirin holatlar bo'lishi mumkin, siz kutmaydigan. Shu taraflardan ham o'zingiz e'tibor berishingizga to'g'ri keladi. Chunki bu o'sha siz kutilmagan holat bo'lishi mumkin. Umuman energiya tez va dadil qadam qo'yib rivojlanish energiyasi. Kimgadir bu ichki holatida kurash bo'lishi mumkin. Kimgadir o'zini o'sha haq-huquqini talab qiladigan holat bo'lishi mumkin hayotida. Kimgadir masalan o'sha doktoriga murojaat qilsa, balki o'sha ayol kishi o'sha doktor bo'lishi mumkin. Agar kimgadir o'sha ishga kirish masalasi bo'layotgan bo'lsa, balki sizni o'sha ayol kishi ishga olayotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Kimgadir o'sha ayol kishi bilan o'zaro munosabati yomonlashishi mumkin. Hamma mana shu har tomonlama shunaqa narsalar ko'rsatilgan. O'zingiz e'tibor berib qarang, qaysi holat aynan sizga to'g'ri kelishi mumkin. Lekin umumiy energetika, bu energetika действия, то есть o'sha harakat qilish, to'xtab turmaslik, siz o'zi harakatdasiz va yangi etapdasiz, yangi bosqichda, o'sha o'rganadigan bosqichdasiz va shu bilan o'zingiz harakat qilsangiz, siz harakat qilasiz ham, o'sha olovda yonib turgan energiyadasiz. Qanaqadir bir o'zingizga mos kelgan yoqimli bir xulosaga, natijaga erishishingiz mumkin, agar harakat qilishdan charchamasangiz, hurmatli o'qotarlar. Shunday ekan, sizlarga yaxshi niyat tilab qolaman.